Okalar, assalomu alaykum. Best olib qolgandik. Polniy motorga bularga antifrizlari kamay yurganiga olib kelib birato'la polniy motor qo'yibdilar. Bularga 0.50 chiqdi. Kalimadan 0.50. Polniy motor atsaga yuvildi, pechkalar tozalandi, orqa patrubkalar hammasi yengil bo'ldi. Bu patrubkalar yaxshi bo'lganicha o'zini qoldirdi va radiator ham tozalandi. Galovkalarda aybi bor ekan, trishina chiqqan ekan, o'shaning uchun yangi galovka qo'yib, xudo xolisa chiroyli qilib beramiz. Va bu yerda bitta jenter olib qolganmiz. Bularning korobkalari ketib qolgan ekan, korobkalarni tushirdik. Xudo xolisa ularni ham chiroyli qilamiz. Bitta ishlari bitib ketsin-da, generator patchinlari ketgan ekan, ularni ham xudo xolisa chiroyli qilib beramiz. Va bu yerda yana bitta Matiz olib qolganmiz. Uni ham motorlarni idealniy qilib yig'ib beramiz. Okalar, kelaverasizlar, nima xizmat bo'lsa, xudo xolisa hamma narsani bitta joyda ishinglar bitib ketadigan variantini xudo xolisa qo'yamiz. Elektrik, avtomat korobka, mexanika, motor, xudo xolisa ходовой, kuzov, tonirovka hammasini bitta joyda ishinglar bitib ketadigan qilamiz. Kelaverasizlar, arzon avtoservis doim xizmatida. Allohga bo'lsa, kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin.